Assalomu alaykum. Mana ishimizni yana boshlab oldik. Kech bo'lishiga qaramasdan gullarimiz ekishga ketyapti. Kimga mana shunaqa ideal holatdagi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga tanish bo'lgan bu Marg'ilon, ya'ni Marg'ilon City'dagi qurilish. Prezidentimiz keladigan joyda, xudo xolasa, chiroyli qilib landshaftning zonasini beryapmiz. Tanish bo'lgan Marg'ilon darvozasi. Bu yoqda Marg'ilon City'da showrumi. Bu yerga o'zimizning Yevropa gullarimiz, ya'ni Italiya gullarini chiroyli qilib ekish jarayoni ham boshlanadi, xudo xolasa. Farhod aka, charchamayapsizmi? Ishlarimizdan kechmi, kunduzmi ishlashib, kech paytdan yana olishyapti. Shunday sifatli xizmatlardan foydalanib qo'yinglar. Sizlarga tavsiya qilaman. Biz ishimiz xudo xolasa Yevropa standartida. Manzaraga gap yo'q.